asli olib borib o'sha paytda o'ldirib, Farg'ona kanaliga tashlab yuborib bo'lgan. O'zi nechta farzandingiz bor? Nechinchi farzandingiz? Bu oxirgi farzandim 3 ta qizdan keyin o'lib. Namoyish qilib o'g'il. Shenganim shu uyda meni. Bank hududida qanaqa janjal bo'lmadi? Tortishuv ham bo'lmadimi? Baland Hovlida ham qolasiz kamerani shuni ko'rib demak, birinchi mijoz o'sha marhum chiqib ketyapti. Orasidan necha minutga chiqib ketyapti? Bank xodim 2-3 minut sekund ichida. 3,5 yoshli o'g'lim bor. Dori ichmang o'g'lim desam, yo'q dadam kelib qolsa yaxshi bo'lib qolaman deb har kuni dadasini so'rayapti. Nima deb javob berishni bilmayapman. 6 oylik chaqaloq qizim bor. 3 yashar bola o'sha kundan beri dadam mashinab keladi, kutib o'tiradi. Unakida telefoni o'chib bo'lgan o'g'limda. Shu bilan qidir kechki payt boshlandi. Mana shundan beri o'g'lim yo'q. Bir dona o'g'il, 3 ta qizdan keyin ko'rgan, tilavagan o'g'lim edi bu. Mashinani mo'yka qilgan, qonni hidi, murdani hidini yo'qotish maqsadida mashinaga Suxoy tuman urganman deyapti. Shu suvni quritib bersin, bolalar qilamiz deyapti. Mana shu yerda hamma hal. Iltimos, shuni to'xtatishga harakat qilib beringlar. O'g'lim yaxshi niyatda borib, bankdan mashina olaman, unda 30% nima chiqdi dada deb nima qilib boruvdi. Borib ekka bordi, bank xizmati endi ishonganmiz-da biz ularga. Shani bank xizmati bo'lsa, aytda nima bo'lsa ichki ishlarda odamlar turibdi, nima deb ko'ngil to'q yuraverdik. Ahvol mana undaqa mana. Ertalab borib, abitda yo'qoldi, telefonni o'chdi. Videosini ko'rsak, bitta o'sha bankning xodimi bilan chiqqanda, o'tirganda ketgan. qanaqadir orada janjal bo'lganmi? U mana xalq aytadi. Birontasini seni menga bormayotgan bola u. Birontasini nima xafa qilayotgan bola bas u. Uni nimasini bilmayman. Endi u taraf aytayapti, meni so'kkan, haqorat qilgan degan ishlarni eshityapman men. Unaqa bolam bas edi meni bolam. Birovga ozori yo'q edi. Bank xodimi bilan bank binosidan chiqib ketishgan o'g'lingiz? Sug'urta qilib keling degan ekan u bank xodimi. Borib sug'urta qilib keling degan ekan. Keyin sug'urtaga ketayotganda akasi bo'lgan. Mashinani tiqillatib, nima qilgan? Aqdan bank xodimi chaqirganmi endi, nima qilganini biz bilmaymiz. Videosi endi bank xodimi mashinasi ketyapti, borib bu o'sha mashinaga o'tiryapti. O'tirib chiqib ketgan shu yerdan. Demak, bankka akasi bilan birga borishgan. Ha. O'zi radnoy aka basu jiyanim bo'ladi. Ular qayerda qolgan shu jiyanlar? Jiyan o'tirgan, u sug'urtaga ketdi shekilli deb. Ichkariga kirib so'raganda 1 soat, 2 soatdan keyin sug'urta qilgani chiqib ketgan bank xodimi bilan kelib qoladi, bitta svit yo'q dedi. O'shaning uchun o'sha avtoservisda borib nima qiladi, qolgan ishlarni qiladi, chiqib ketgan dedi. Qizlar o'sha yerdagi ishlar. Keyin u ham bemalol o'tirgan, kelyaptimi deb kech payt nima qilsam, kelgan yo'q haligacha. Bor kirib so'rab bo'lmasam, kirib so'rasa biz u qizlar yo'q ekan, u bolalar bilmaydi ekan dedi. Yonida qancha pul bor edi o'shani? $5700. To'lovlar qilganmi o'sha $5700? O'shani qilmasdan turib sug'urta qilib keldi, o'sha bola aytganda uni. U sug'urtaga ketganda u yonidan olib ketgan keyin. Keyin daraga qachon topildi uni? Masalan, kamerani ko'tardilar boshladilar. Ertasi kun soat 2:30larda keyin tovdik dedi, keyin udi dedik biz. O'shda kutib turdik, keyin mana aytdi ekan dedi, aeroportda, Moshna bozor tarafda ekanda borsak, o'shani ushlabdi. O'shda nima qilyapmiz deb o'tkazmadi aqa, o'zlari nima qildi. Uni akasi ichki ishlarda nima qilar ekan, gap urgatganmi, boshqaga qo'limga tajovuz qildi deyapti. U pichog'i yo'q bo'lsa uni pichoq bilan tashlanadi. O'zim himoya qilib uni nima qildim deb shunaqa tavsiya beribdi. Endi bilmasak endi biz pichoq olib yurgan bola ham bas u. Yengil yozgi stosh nima ham bas. O'g'lingiz bilan oldindan tanish bo'lganmi bank xodimi? Yo'q, tanishmagan ular.
o'sha bir kun oldin. Bir kunda bo'layotgan voqea bu. O'zi nechta farzandingiz bor? Nechinchi farzandingiz? Bu oxirgi farzandim 3 ta qizdan keyin o'lib. Namoz qo'yib o'g'il. Shenganim shu yerdagi meni. O'sha to'b bersin, meni shu suvni quritib bersin, bola qilamiz deyapti. Mana shu yerda hamma ham ikkita farzandi bor, bir o'g'il, bir qiz. Ular ham mana yetim bo'lib o'tiribdi. Dadam moshlab keladi. Buncha bola 3 yashar bola. O'sha kundan beri dadam moshlab keladi, kutib o'tiradi. 5 kundan beri uni didorini ko'raman deb nima qilyapman bo'lmayapti. Mendan mingta odam harakat qilyapti, suvga tusha olmayapti axir. Qayerga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Hech kim xabar olmaydi. Nima qilib beray deb, nima qilmaydi. So'rasang buni mumkin emas. Tojikiston bilan shartnomasi bor deydi. Bugun nechinchi kun? Bugun 5-kun mana marhumga. Iltimos shuni nima qilib beringlar, menga yordam beringlar. Yana qayerga boraman? Bu xalqim ham qiynalyapti mahallama. To'rchaga to'g'ri bo'lgan mana shunaqa qilib setga tashlab ketyapmiz, imkoniyati bo'lmayapti axir. Bular ham qiynalib ketdi. Shu suvni quritib bersa, shu xalqimiz tushamiz deyapti. Mana shu yerda tushib bir boshdan yurib kelamiz deyapti. Shuni quritib bermayapti shu. Kim endi mutaxassis bilmasak endi biz. O'zi o'g'lingiz qayerdan tashlangan o'zi? Qaysi tomondan tashlangan? Qo'qon shahrining ming ko'prigidan tashlangan. Boshqacha ketyapti, bo'linib ketyapti-yu, buni nima qilib bo'lmaydi ekan, orasida qolib ketyapti joylar. Nazorati to'liq olib bora olmayapti, katta suv bo'lsa bu. Odamni og'izib ketyapti. Ukamizni shu Infinbank xodimi bo'yin sohasiga bir necha marotaba pichoq urib, yo'ldirib, mashinada olib yurib, keyin soat 7:30-8lar atrofida katta Farg'ona kanaliga tashlab yuborishgan. Bu Qo'qon shahar Mintutnifiga to'g'ri keladi, tashlab yuborgan joylari. Sanjarbek oilada eng kichkina farzand bo'lgan, 4-farzand. Qaynatam 3 ta qizdan keyin Xudodan tilab olgan yagona o'g'illar edi. Sanjarbek ukamizni o'zi ko'butlari bo'lgan, bir hafta oldin bozorga olib chiqib, Bag'dodlikda ayolga sotishgan. Sotgandan keyin shu Infinbankka murojaat qilishgan, 30% yana rassrochkaga mashina olaman, 12 avtomashinasini olaman deb. Keyin borishgandan keyin shuna voqealar bo'lgan. Keyin u jinoyatchini gaplari bo'yicha oxirgi marta shu 12:45 da ayol kishi bilan gaplashgan, telefonda mashina o'sha sotgan Cobalt mashinalarini notariusga kelib o'tkazib berishini so'ragan ayol kishi. Sanjarbek bora olmayman, bugun ishlarim ko'p, shunaqa bankdan mashina olgan keldim deyishgan. Shu bilan keyin telefonlar o'chgan. Shu voqea soat 13:00 ga to'g'ri keladi shunda. Shundan keyin 13:00 da Sanjarbekni bo'yin sohasiga bir necha marotaba pichoq urib, mashinaning ichida qora trekker bo'lgan. Mashinaning ichida yo'ldirib, u bank xodimi hech bola bilmaganda yana ishxonasiga qaytib kelib, o'z ishini davom ettirganda, keyin soat 19:00, 20:00 atrofida to'g'ri kelyapti. Keyin o'sha katta Farg'ona kanaliga borib tashlab yuborishgan. Murda necha soat mashinada qoldirilgan? Murda umumiy hisobda shu 6-7 soat o'sha trekker avtomashinasini orqa tomonida yotkizib qo'ygan. O'zlar endi biz ham shuni deb eshitdik. Bank xodimi bilan yana kim bo'lgan mashinada? Bank xodimining o'zi bo'lgan, hop, Infinbankda boshqaruv raisining yordamchilari ekan. O'sha aka aytishi bo'yicha bu bolaning xulqi yaxshi edi, u bo'lishgan. Endi demak, faqat o'zi bo'lgan-a? O'zlari bo'lgan. Kameralar ko'rdik, boshqa qildik, o'zlari bo'lgan ekan. U o'sha anaqa pichoq bilan hujum qilishganda nima? Sanjarbek Infinbankka o'zini jiyanlari bilan borgan bo'lgan. Kameralarda, kuzatuv kameralarini ko'rganimizda Sanjarbek tushlik mahal 12:10 da bankdan chiqib ketishgan. Hech qanaqa bu yerda bank xodimi bilan tortishuv, boshqa narsa bo'lmagan. Chiqib ketishgan. Biz bank xodimlaridan kechqurun shu yo'qolganini eshitib so'raganimizda bank xodimlari biz ko'rmadik ukangizni deb shuni xabar berishgan bizga.
o'ldirgan bola biz ukangizni ko'rmadik deb bizga telefonda gaplashganimizda shuni aytishgan. Sug'urta qilib kelaman deb chiqib ketishgan. Men obedga ketyapman deb chiqib ketganman deshdi. Keyin kuzatuv kameralarini ko'rganimizda Sanjarbek o'sha 12 dan 10 minut o'tganda bankdan chiqqan. Undan chiqib turib, keyin uni qora rangli trekkerini orqa o'rindig'iga chiqib o'tirgan. Keyin biz o'sha voqeadan keyin bank xodimini keyin yana chaqirdik, so'radik o'zimiz. So'raganimizdan keyin u bank xodimi aytayaptiki, o'ldirgan bola Qo'qon shahar Kosmonavt sveto'foriga yetmasdan tushib qolgan ukangizni bizga shunaqa yolg'on xabar bergan. U asli olib borib o'sha paytda o'ldirib, Farg'ona kanaliga tashlab yuborib bo'lgan. Keyin u bola tergovchilar chalg'itish maqsadida aytayaptiki, "Xo'p, Sanjarbek meni shaxsiyatimga tegdi, onamdan so'kdi" deyapti. Keyin ikkovimiz hali gaplashib olish uchun o'sha Qo'qon mashina bozorida oldiga meni olib bordi deyapti u. Bank xodimi Sanjarbek o'sha yerga taklif qildi, urushamiz o'sha yerda deb deyapti. Keyin Sanjarbek ikki borgandan keyin bank xodimining gapi bu. Borgandan keyin bank xodimini 1-2 mush urgandan keyin bank xodimi kuchi yetmasligini bilib turib, keyin aka bo'ldi, meni sizga kuchim yetmadi-yu. Qaytaveramiz orqaga deb turib, mashinani orqa tomoniga, orqa o'rindig'iga o'tirgizib turib, o'sha yerga chiqishi bilan bo'yniga pichoq urdim deb tergovchilarga shunaqa ma'lumot berishyapti. Keyin pulini oldingmi cho'ntagida pulini deshganda, "Xo'p, cho'ntagida men qancha puli borligini ham bilmasdim, faqat men shaxsiyatimga tegani uchun o'ldirib suvga tashlab yubordim" deyapti. Cho'ntagida pul qayerda qoldi desa deb so'raganda, cho'ntagida pul bilan qo'shib tashlab yubordim deyapti. Sanjarbekda cho'ntagida 5700 dollar puli ham yo'q, Sanjarbekda o'zi ham yo'q. Bank xodimi o'sha mashinaga chiqqandan keyin bo'yin sohasiga pichoq urganda, qon chiqqan, qonni mashina poligiga to'kkan. Keyin poligida yo'lma-yo'l boshqa joyga tashlagan u. Marhumda olib yurgandan keyin soat shu voqea 13:00 larda bo'lgan bo'lsa, keyin soat 19:00, 20:00 atrofida murdani Farg'ona kanaliga tashlagandan keyin bu chiqib izlarni yo'qotish maqsadida poligida boshqa joyga, jinoyat quroli bo'lgan pichoqni boshqa joyga tashlaganman deyapti. Bundan keyin chiqib mashinani mo'yka qilgan. Hali qonni hidi, murdani hidini yo'qotish maqsadida mashinaga suxoy tuman urganman deyapti. Mashinani mo'yka qilib tozalagandan keyin chiqib borib, ko'ylakga oldim deyapti. Ust kiyimlarni almashtirgan. Kunduzi boshqa kiyimda bo'lgan, kechqurun boshqa kiyimda bo'lgan ekan. Biz kuzatuv kameralaridan ko'rdik. Kameralardan uydagilar ko'rishgan. Buni ko'rishganda bank xodimini mashinasida Sanjarbek birga ketishgan bo'lgan. Keyin o'sha bank xodimini kechqurun telefon qilib chaqirtirishgan bankda oldiga. Keyin kelganda, o'shanda keyin shu voqea men ko'rmaganman degan. O'sha keladiganida kiyimlarni almashtirib, tozalanib, boshqa kiyimlar kiyib kelgan bo'lgan. Mashina ichida qolgan 7 soat bo'lik. Soat nechida kelyapti o'sha marhum? Uni to'shni vaqtini Yo'q, taxminan ertalab kiryapti. kamerada ko'rmayapsiz. Ertalab kiryapti. Ertalab kiryapti. Soat nechida chiqib ketishdi bankdan? 12dan 10 minut bilan 2 minut o'tganda Abid Bey Chiqib ketdi. kelin chiqib anaqa yuryapti. Damazi bor ekan. Damazda kimdir bor ekan. Damaz taqillatyapti. Gapiryapti, aql soyda bo'yiga ketyapti. U kanal, bu ko'prik toliga. Orqasidan bu bo'lasa, bu bola mashinasi. Bu bola deganingiz bank xodimi? Bank xodimi aytdan chiqib ketdimi, traktor yonidan. Aql o'tib to'g'ri ketyapti. Bu ham mashinasiga o'tirib, mashina ko'p bo'lgan, aqabaqa olib turib, aql buryapti, chiqyapti. U bola oldiga to'xtadi. Gapiryapti shekilli, orqaga o'tiring dedi, orqaga o'tirdi. Keyin shu chiqib ketdi. Hech qanaqangi janjal bo'lmadi. Yo'q, hech qanday Janjal bo'lmagan. To'g'ri gapirsin, Biz pul fototardik. Plakatlar hamma ketib turdi, bizga hech qanaqa nima yo'q. Spekanda gaplashib ketyapti. Biz ham hayron bo'ldik, orasida nima o'tgan. Demak, birinchi mijoz o'sha marhum chiqib ketyapti. Orasidan necha minutdan chiqib ketyapti? Bank xodimi 2-3 minut sekund ichida u borib Damazni taqillatyapti. Kimdir bor ekan Damazda. Taqillatyapti, o'sha gapiryapti. Bitta dadasi kimdir bor edi, akasimi bor edi bitta. Unga gapirib, unga chiqib ketyapti. To'g'ri borib, qo'lida puli ham yo'q. O'sha puli ham hozir yo'qda. qo'lida puli ham bo'lgan? Asal shu paketdan bu qo'lida narsa bor edi. Chunki boryapti, bu bola ikki shu mashina trekkerda shunday boryapti, gapiryapti, orqasiga chiqib ketyapti. Puli bo'lgan-a qo'lida? Narsa bor, kamerada ko'rsalangan. Keyin oradan qancha o'tib bank xodimi qaytib kelyapti bankka? Asal abeti bor, undan keyin 1gacha, 1dan 2gacha. Bu o'sha abetdan qaytgan sirasi. 6 stangaga qo'yib, yana ishini davom ettirdi. Soat nechida? To'shini bilmayman. Abetdan keyin.
Yana paytida obed paytida moshinasini qo'yyapti. Keyin qachon yana qaytib ketyapti paxta ishdan ish vaqtidan nechida endi taxminan 6dan ketgan bola 6dagi ketdim ishdan. formasi har xil bo'lganmi, almashtirib bir xil o'sha. bir xil o'sha formada. Ustida jiletga bo'lgan. Oq ko'ylak 6,5 kepkalarda chiqib ketgan-a. Hech qanaqa janjal to'polon bo'lmagan. Oq kobaltimiz bor edi, uni Chorshanba bozoriga, Qo'qonda mashina bozoriga olib borib sotgani borgan. Yonida shu ammasini o'g'illari bo'lgan, ikkovlari borgan. Keyin bir ayol bilan bir erkak savdo qilgan u mashinani. Keyin ular kelishganda yarim pulni hozir berib turamiz, yarim pulni 10-aprelga beramiz. Meni tillolarim bor. Tillolarimni sotay desam hozir narx tushib ketibdi. 10-gacha sotib sizlarga pulni qilib keyin mashina o'tkazib olaman degan. Mashinani olib ketishdi ular. Keyin o'g'lim shanba kuni obeddan keyin Qo'qonga borganda bitta o'rtog'i bilan salonga borgan, mashina ko'rgan. Keyin u salonda qora 12 so'rashgan. Yo'q deyishgan oldin salondaylar. Keyin o'g'lim yo'q ekan bitadi, boshqa salonga ketib turganda 3 ta qora o'sha 12 turgan bo'lgan. Ular orqasiga qaytib borib uchrashganda buni ikkitasiga egasi bor, bittasini chorshanba kuni olib ketadi deyishgan. Agar olaman desangiz ustida $150 shapkasi bor degan. Agar gaplashamiz, men chorshanba kuni olaveraman desiz, dushanba kuni sizga buni rasmiylashtirib beramiz deyishdi. Debdi. Keyin o'g'lim uyga kelib, dadasi bilan maslahatda qilib, $150 olib ketgan. Borib kechgacha uni shartnoma qilib, shartnomasini olib $150 berib kelishgan. Erta bilan dushanba kuni sahar borib bankka kirasiz, ocheret bo'ladi. Men bitta yigit otini aytib, o'shanga aytib qo'yaman, o'shanga uchraysizlar degan. Borib u bolaga uchragan, birinchi o'rinda kirgan, lekin qo'lda qo'ygizib qo'yib, bir 2 soat, 3 soat ushlagan eshikda ularni. Keyin chaqirmagan, o'g'lim o'zi kirganda shu bilan u sherigi opamning o'g'illari eshikda qolgan. Bu bola tezda chiqmagan. Keyin izlab kirganda o'sha yerda bir ayol kishi aytgan, bular svet o'chib qoldi, sug'urta qilgani chiqib ketdi deyishgan. Sug'urta qilgani chiqib ketgan bo'lsa deb chiqib kutgan u jiyanim. Kelmagan, 5 gacha kutgan. Svet yo'q bo'lgan, ham 12da telefoni o'chib bo'lgan o'g'limda. Shu bilan qidir kechki payt boshlandi. Mana shundan beri o'g'lim yo'q. O'sha bankdagilarga borib nima qilsa, o'sha tekshirdi kameralarda, qora trekker bo'lgan u mashina. O'sha bank xodimlari olib chiqib ketgan o'g'limni. Qo'lida $58 bilan 100 ming pul bo'lgan o'sha kuni. Bankka umuman pul to'lamagan. Keyin xotini bilan o'zini pasporti bo'lgan, ZAKS qog'ozi bo'lgan. Hozir hech narsa yo'q, o'g'limdan ham darak yo'q. Endi u hozir o'sha kuni mashina olgan ayol bilan ham o'sha rosa 12da chiqib ketayotgan paytda gaplashgan u ayol bilan. Siz nimaga keling, o'tkazib beray turgan joyga. Kelsangiz mashina o'tkazib berasiz. 1-apreldan hamma yoq plastikka o'tyapti debdi ekan, o'g'lim ko'nmabdi. Shu bilan o'g'lingiz kelmadi deyishdi. O'shandan beri o'g'lim qidiruvda, bironta yangilik bo'lgan yo'q o'g'limdan. Ikkita chaqalog'i chirqirab xotini bilan hozir mana bola izlab topolmayapmiz. Bir dona o'g'il, 3 ta qizdan keyin ko'rgan, tilavagan o'g'lim edi bu. Hech kimga yomonligi yo'q edi o'g'limda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysizlar? Hop. Qayerdasizlar? Qo'qonda edik. Bankda. Hali beri bitmaymi ekansizlar? Yo'q, hali ancha bor. Boshimga jon dilo qo'raman. Hali u abdan keyin qolib ketasizlar ekandami? Olib ketadigan bo'lsalar ancha qolib ketasizlar dedi. Yaxshilab tekshirib ko'rib olinglar-da.
30 mart kuni soat 7:00 uydan chiqib ketishgan. Soat 8dan o'tganda, taxminan 8:20larda keyin telefon qilishdi bizga. Siz ham zarur kelishingiz kerak ekan, qo'l qo'yib berishingiz kerak ekan. Dadam bilan kelasiz deyishgan. Keyin bankdan, xo'jayinim bankdan telefon qilganlarda. Keyin dadam kelishdi. Keyin men bolamni oldim. 6 oylik chaqalog'im bor edi qo'limda, birga borganmiz. Bordik, soat 9 bo'lar bo'lgan yo'q edi, hal etib borganimizda keyin bankka kirdik. Kirsak, o'zlari o'sha Wi-Fi ochib turishgan ekan, bankdagilar bilan yuzlariga to'g'irlab telefonlarini. Keyin orada svet o'chib qoldi. Svet o'chib 5 minutdan keyin yondi. Biz nima qilaylik desak, acha kutib turinglar, o'zimiz chaqiramiz deydi. Keyin tashqariga chiqib ketdik. Keyin pichadan keyin 15 minut 20 minutda qaytib keldim. Qaytib kelsam, o'sha bankdagi bola oq ko'ylak ustidan jiletka kiyib olgan edi, qora. 4 ta qog'oz berdi-da, mana o'shalarga qo'l qo'yasiz dedi. Tayma-tay qilib qo'yib qo'ygan ekan. Keyin bunisiga отчествоzni ism familiyangizni yozasiz dedi. Keyin ikkitasiga qo'l qo'ydim, ikkitasiga ism familiyamni yozib qo'l qo'ydim. Keyin nima qilamiz biz desam, bular so'rashyapti, nima qilsin bolalarim deyshodi. Ketaversin bolalaringiz deb shunday deyishdi. Bular ishi tugadi endi deyishdi. Keyin siz qachon borasiz ekan desam, bilmadim. Bizda hali ko'p ishimiz deb shunday deyishdi deb shunday dedilar. Keyin ha bo'pti deb shundan keyin biz mashinaga chiqdik, orqamizdan chiqishdilar. Xudo xolasa mashinani olib boramiz kechgacha deb yaxshi niyat qildilar. Keyin biz kelaverdik shu bilan. Keyin ular o'sha yerda qolganlar. Bank xodimi bilan tortishib qolgan holatda? Yo'q, biz borganimizda ular hatto ovoz chiqarib qattiq gapirmagan bir-biriga. Yaxshi nima qilib gaplashib o'tirishgan. Men qo'limda bolamni ko'tarib turdim. Bolamga ham bir qaradi, qo'limdagi chaqaloqqa ham qaradi. Bolaga ham ko'zimni tushirganimda bolamga qarab turganini ko'rdim. Keyin lekin oralarida umuman bir mojaro bo'lgan yo'q edi. 3,5 yoshli o'g'lim bor. Dori ichvang o'g'lim desam, yo'q dadam kelib qolsa yaxshi bo'lib qolaman deb har kun dadasini so'rayapti. Nima deb javob berishni bilmayapman. 6 oylik chaqaloq qizim bor. Bank xodimi chiqqan ekanda, mashinada oldini kesib o'tgan ekan ularni. Kamerada ko'rishdi, keyin qora treykerda bular chiqib ketgan ekan. Bankdagi bola birinchi o'zi to'xtatgan debdi. O'sha bola, jinoyatchi bola o'zi to'xtatgan meni debdi. Keyin o'sha ammamning o'g'li kamerani tekshirtirganda bular to'xtatishmagan ekan, o'zi kelib to'xtagan ekan. Ular keyin mashinasiga chiqib ketganlar. Shunga biz hayronmiz, nimaga ular mashinasiga chiqib ketishgan? O'zlari mashinasi turib.